Musulmon odam gana o'zining ota-onasina yaxshi ma'mulaмен qaraydi. Men bir meshitda o'tirib so'rayotganman. Kim o'zining akasin sho'miltiradi, juvintiradi deb meshitdagidan so'ra. Men ana kafeda jin o'ynaqqa o'tirib shaytonlardan so'rayotgan jo'qman men. Men meshitda o'tirgan iymon odamlardan so'rayotganimda kim akasini sho'miltiradi desa hech kim indamayapti, hech kim qo'l ko'tarmayapti. Hech kim. Şurada bizim akemizde qarsayib qolgan akemizni kim sho'mildirib kerak? Onlarga kim men berib kerak? Mana jigitlar jaylab o'ylanaylik. Biz kichkinta kezimizdan bizning akamiz qaramiz. Agarda biz üstümüz kir bo'lib qoladi bo'lsa, juvindirib, shayindirib, biz jaz kezimizdan bir ko'ylakda, nimizin bir turchikda aptalab kiygan emasmiz. Aptalab kiygan emasmiz. Tezda juvib tazalab kiyindirib yuradi. Biz biroq qazimini akalarimiz shu darajada qaragan edi bizga. Endi bizning akalarimiz, shishalarimiz qarsayib qoldi. Biz ularning kiyimini qarab o'tirmizmi? Qaraymizmi ularning kiyimini? Akamning mana ishtanda kiyib yurgani necha kun bo'ldi ekan deb qaraymizmi, qaramaymizmi? Pensiyaga barib o'tirgan qariyalar qarasang kiyimlarining isi chiqib ketgan. Sonda ularning baldari yo'qmi? Qizlari yo'qmi? O'g'an kim qaraydi? Bugan musulmon odam qarov kerak. Bir yo'ldoshiga aytadi. Shishimni qajliqqa borib kelgan. Endi maqtanam deydi, sonday maqtanib juram deydi. Shishimni bir Xudoy nasib etib qajliqqa borib keldim deb, sonday o'zi maqtanib juram deydi. Bir kun bir yerda vaqiz eshitib o'tirib edim deydi. Sen o'zi akangning nemisam so'z shishangning kiyimini bir men bergansinmi? Asanda bir qaragansingmi? Bir kalashini qaragansingmi o'zining? Başıma dım ete kaldı deydi. Men şişemde qajliqqa aparıp geldim deb turib, mez bo'lib jursam deydi. Uyga keldim deydi. Uyga keldimde kelib şişemde quchoqlab chiladim, shishim ne bo'ldi deb qoldi. Sötib qarasam, shishemning ko'ylaklari to'zib ketgan ekan. Shishemning ko'ylagining ishi chiqib ketgan ekan. Qattiq chiladim deydi. Ana meni kechiring deb aytdim deydi. Balam ne bo'lib qoldi? Qarasam, o'ramaldari deydi, eskirib ketibdi deydi. Men o'zim qajliqqa aparib keldim deb takabbarlanib jursam deydi. Shishemning kalashini qarasam deydi, shishem kalashi eskirib ketgan ekan deydi. Sondan ayolga aytdim deydi, tez kel deb aytdim deydi. Anamni aldiq banaga olib bordik, ikkovingiz yaxshilab jo'vinib chiqa beringizlar dedim deydi. Sütunda bozordan o'qishiga butun changa kiyimlar akeldim deydi. Sondan kiyimlarni bani keyin uyga olib kelgandan keyin shishemning oyog'ina başımda koyup çıladım deydi. Anaşım meni keşer. Sizni qajliqqa apardım deb juda bir takabbarlanib qolgan ekanman. Sizning kiyimingizga qaramagan ekan. Endi inshaalloh bugundan boshlab bunday bo'lmaydi dedim deydi. Biz akamizning kiyimini qaradik bag'ayinlar. Aytamiz duam qabul bo'lmaydi. Qayta bizning duamiz qabul bo'ladi. Aytamiz bizning jumusimiz yurmaydi deymiz. Bizning qayta jumusimiz yuradi. Aytamiz qayta bizning jumusimiz yuradi. Qarangizchi. Bir ret so'radingizmi? Aka, ishingizda maykingiz tozami deb so'radingizmi? Bir ret bizdan so'radingizmi? Ne udobda? Qalay ne udobda bo'ladi? Kecha sen kiyib kirayotgan vaqtingda sening maykingni juvib, yaxshilab tozasini olib bergan udobni yerda endi sen bir ret aka, mana ishingizda maykingizni avstrasizmi deb aytdi. Ne udobda bo'lib qoladimi? Jana aytamiz, namoz o'qisam da duom qabul bo'lmaydi. Oroz o'qisam da duom qabul bo'lmaydi. Qabul bo'lmaydi duo. Ata-onanın bir gana duası. Bir meselemiz iş koyar. Allah meselemiz iş koyar bizim meselemiz.